Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, Lacetti Cruze mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinada bo'layotgan muammo bitta silindriga impuls kelmayapti bobinaga. Xo'p. Endi kanalni ko'p ustalar kuzatishadi. Kimda qanaqa fikr bor? Hozir men sizlarga bir zo'r narsani ko'rsataman. Kontrolkada ko'ramiz. Input четкий. Burada input bor. Bunda input past. Qidirishni boshladik. Kimda qanaqa fikr bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Kimda shunaqa holat bo'lgan. Biz muammoni yechimini istashni boshladik. Mana videoni Perebo ishlatgan Cruze oxiri mana. Короче, tablolargacha olindi buni. Полная разборка. Mana. Xo'p, bizni ustalar ko'p kuzatishadi. Mana bu provod nimaligini o'zi ustalar o'zi tushunishdi. Xo'p. Konshina bu. Mashinada birinchi o'rinda birinchi kelgan aybi bitta silindr ishlamagan. То есть impuls katoshkaga impuls kelyapti, faqat pastroq kelganda. Keyin ochib, полный проверка qilindi. Elektronniy blok управления miyasini ko'rdik. Bundan impuls chiqdi. Hozir buni tranzistorini olib qo'yganman. Xo'p, impuls miyadan impuls chiqdi, faqat pastroq chiqqani uchun bobinani almashtirdik. Xullas hamma narsa qilindi. Bitta mashinani o'zbekskiy variant qilib yurgizib ko'rdim men. Yurdi mashina. Buni bir variantini ham ko'rdim. Mana dedovskiy metod deydi-ku. Mashina yurdi. Mashina yurgandan keyin bir 20 minut yo yarim soat atrofida yurib turgandan keyin men bitta gaz bergan vaqtimda mashina paqqillab o'chdi. O'sha bo'yicha yurgani yo'q. Birinchi bo'lgan muammo. Paqqillab o'chdi, yurmadi. Stator aylantirmay qo'ydim. Keyin men diagnostika qilaman dedim. Xo'p, diagnostika qilaman deb diagnostika. Men bu razyonni oldim.
Ubldirasyonga skalmatik bo'ladi. Ubldirasyonga skalmatik ulangandan keyin mashina ABS ga yo'q, ABS ga emas. Faqat tablokka kirdi diagnostikaga. Qolgan joyga motorga ham kirdi. Motorga, korobkaga qolgan bloklarga kirgani yo'q. Keyin hayron bo'ldim. Buni asosiy muammosi bunaqa holatlarda konkshinada problema bo'lardi. Kanni tekshirish boshladim. Kanni proverkasi ham konshinada 2.7 ga 2.7, 2.6 ga 2.3, 2.4 pitaniya bo'ladi. Ular hammasi joyida. Akkumulyator uzib, konshinani bir-biriga zamykanyasi bor ekan. O'shani tekshirdim. Haqiqatda zamykaniya chiqdi. Haqiqatdan ham keyin kan low bilan kan high bir-biriga zamykaniya bo'lgan. Qaysidir vaqtda blok komfort tomonidanmi, endi uni konkret bilmadim, topa olmadim men. Mashinani bu ham Cobalt'ga o'xshab sal BSM bor, bloklar ko'p bo'lganligi uchun mashinani to'la misol uchun mashina o'chirilgandan keyin yo'q 1 minut, 1,5 minut atrofida keyin kandagi informatsiyalar to'xtadi, mashina uxlaydi. Bunda shu uxlagan vaqtda zamykaniya yo'q, kan bilan high bilan low zamykaniya yo'q. Eshikni ochsa yo bir uyg'ongan vaqtda ham zamykaniya boshlanadi. Ish qilib 2 kun, 3 kun. Bitta muammo bilan kelgan mashinaning muammosi ko'payib ketdi. Xo'p, uni ham bartaraf qildik. Uni bartaraf qilgandan keyingi boshlagan muammosi tormoz pedalni ko'rmay qoldi. Tormoz pedalni ko'rmay qoldi. Buni ham provodkalarni prozvonka qilib, hamma joyda tekshirib, ko'rib, to'la ko'rib chiqdim. Xullas qilinmagan ish qolmadi. Наконец-то, xudo xolasa, o't beramiz mashinaga. Bularda men nima demoqchimanki, impuls past kelsa ham elektron blok upravleniyadagi ключni hammasini almashtirish kerak. Ключni multimetr bilan professional tekshirib bo'lmasa ham, uni faqat oscillograf yordamida tekshirilar ekan u narsani. Agar положенияsi har xil ko'rsatsa, уже сразу zamena. Endi hozir elektron blok upravleniyasiga ключ qo'yamiz, xudo xolasa. Keyin bir yana o'zini bobinalarga o'zini narsasiga qo'yib tekshirib ko'ramiz, xudo xolasa. Xo'p, xudo xolasa mana ключевой tranzistor almashtirdik bittasini. Bu bitta silindrga iskra bermayotgan, nima ushlab turchi. Bekot. Так. Hop, impuls tekshiramiz. Bobinamizga mana shu silindrga iskra bermayotgan. Qani? Chig'lat ko'r. Iskra chiqyapti. Bo'ldi. Endi mashina yurish kerak. Zamon yo'q turadi. Endi xudo xolasa zamon yana bitta bosib qo'y, farasi yonib turibdi. Bu mashina shunchalik darajada ochib tashlashimiz asosiy sababi bloklar tablokdan tashqari hamma blok aloqaga chiqmadi. Kan bir-biriga zamykaniya qilib qolgani hisobiga biz to'la mana bosib qo'ch. O knopkani bos. Boshda yopti knopkasi turibdi, ashadi.
Mashinani mana shu sostavini qo'yib kiyib tashladik mana. Hop, BSMda aloqa yo'q edi, BSM o'lib. BSMni BSL rejimda stol ustida tekshirib ko'rdik aloqada. Hop. Konshina shu qaydadir bilmayman, qaydaligini topa olmadim, lekin zamokaniyasi bor ekan. Bunga men boshqa konshina uchun provodga tashladim. Normalniy hozir hammasi aloqada. Aloqaga chiqdi. Endi bu mashinaga bitta babina bilan babinaning shtakerini qo'yamiz. Xudo xolasa idealniy chotki yuradi. Xo'p, bizni mana kanalimni ko'proq ustalar ham kuzatishadi. Aslida ham bo'lganmi shunaqa holat? Xudo xolasa diagnostika qilamiz. Tak. Start stop bosamiz. Tabloklarimiz yonishi kerak. Ошибка kanga beryapti konshinani men uzib tashlab boshqa прямое подключение qilganim uchun. Напряжение bu 2.5 voltga tushib qolibdi. Так, zamon ochamiz. Bismillah. Mana ko'ramiz. Xudo xolasa mashinamiz yurishi kerak. Mashina yurdi. Xudo xolasa hech qanaqa перебой yo'q. Diagnostikada chotki endi gaz ko'tarishlarini ko'ramiz. Глушителda ham muammo yo'q. Xo'p, endi bu narsalarni hammasini joy-joyiga qo'yib biz svorka qilishimiz kerak, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.